Noshukrlikning oqibati. Hursunoy o'ziga qaraganda 2 yosh katta bo'lgan Botir bilan oila qurganda atigi 22 yoshda edi. Ularning odamlar ideal juftlik deb bilardi. Botir halol, kamtar yigit edi. Hursunoy esa chiroyli, quvnoq va aqlli qiz edi. Ular bir-birlarini chin dildan sevib uy qurgan, 2 nafar farzandli bo'lishgan edi. Ammo hayot ularni sinovdan o'tkazdi. Botirning otasi kasal bo'lib qoldi. Davolanish, qarzlarni to'lash, o'z uylarini qurish orzusi sabab Botir Rossiyaga ishlashga jo'nadi. Hursunoy uni kuzatgan kuni yomg'ir yog'ayotgandi. Botir unga qarab: "O'zimni ehtiyot qilaman, sizlar uchun yashayapman, faqat sabr qilgin", degandi. Avvalgi Hursunoy kunlarini sanab yashardi. Har kuni Botir bilan gaplashib turar, u jo'natgan pullarni ehtiyotkorlik bilan ishlatar, farzandlariga onalik va otalik qilishga harakat qilardi. Ammo vaqt o'tishi bilan tunlar cho'zila boshladi. Qishloqda u yosh yolg'iz ayol sifatida qoldi. Qo'shnisi Botirning tengdoshi Shavkat ko'pincha ularnikiga yordam bahonasida kirib turar, gaz ballonni alishtirib berar, o'tin yorib berar, bozorda yuk ko'tarishga yordamlashar edi. Hursunoy Shavkat bilan gaplashganda o'zini erkin his qilardi. Yillar davomida yetishmagan erkak mehrini so'zlaridan his qilardi. Bir kun yomg'ir, shamol kechada Shavkat unga: "Sen kuchli ayolsan, ammo yolg'izlikni yenga olmaysan. Sen baxtli bo'lishga loyiqsan", dedi. Hursunoyning yuragi titradi. U to'g'ri va noto'g'rini tushunar, ammo yuragi unga qarshi chiqa olmadi. Shuning uchun ular xatoga yo'l qo'yishdi. Birinchi marta ko'rpa ostida birovning qo'llari his qilganda Hursunoy o'zini oqlashga urindi. "Men yolg'iz edim, mehr istadim. Hech kim tushunmaydi", deb o'zini oqlamoqchi bo'ldi. Ammo ichida bir narsa chilparchin bo'lib singanini his qildi. Kunlar o'tdi. Shavkat uni o'zining haqiqiy hayotiga olib kira olmadi. Uylanishga va'da bermadi. Sekin-asta uzoqlasha boshladi. Bu orada qishloqda g'iybatlar tarqala boshladi. Ko'chada qarindoshlarning nigohi og'ir bo'lib tuyuldi. Onasi esa unga qarab ko'z yosh to'kardi. "Farzandlar, dada qachon kelasiz?" deb so'raganda Hursunoyning yuragi ezilardi. Bir kun ertalab eshik taqilladi. Eshikni ochganda qo'llarida sovg'a sumkalar, yuzida sog'inch bilan Botir turardi. Uning chehrasi og'irlashgan, qo'llari qattiq ishlashdan qotgan edi. U birinchi bo'lib qizalog'ini quchoqladi. O'g'liga o'yinchoq berdi. Lekin Hursunoyning ko'zlariga qaraganda yuragiga muzdek og'riq tushdi. "Hursunoy, meni kechir", deb pichirladi. Botir indamadi. Ko'zidagi mehrli nur o'rnini sovuqlik egallagan edi. Shu kuni u yuklarini yig'ib, bolasini quchoqlab, boshqa uyga ko'chib ketdi. Hursunoy esa yolg'iz qoldi. Hamma unga "Noshukur ayol, er uchun 2 yil kutmadi", deb. Shavkat esa bir oy o'tmay boshqa joyga uylanib ketdi. Hursunoy qishloqning sovuq tunlarida ko'z yosh to'kib o'tirdi. Farzandlarini ko'rishga kelgan Botir u bilan gaplashmas, faqat bolalariga mehr berar, lekin hech qachon Hursunoyning ko'zlariga qaramasdi. Yillar o'tdi. Hursunoy tirik, ammo ichida o'lik edi. Chunki eng og'ir jazo yaxshi odamning ishonchini yo'qotish va uni boshqa hech qachon qaytara olmaslik ekanini tushundi. Hursunoy hali ham yashayapti, lekin uning hayotida baxt deb ataladigan narsa bir umrga yo'qoldi. Chunki noshukrlik qilgan qalb hech qachon tinchlik topmaydi. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosing. Unutmang, kanalga obuna bo'ling va yangi videolarni birinchi bo'lib ko'rish uchun belgi qo'ng'iroqcha tugmasini bosing.